Telegramdan turmush o'rtog'imga SMS yozaman. Meni SMSlarim umuman o'qimaydi, lekin har doim onlayn. Eng qizig'i, uyga kelganda Telegramni qarasam, hech kim bilan gaplashmagan bo'ladi va menda har doim erim menga xiyonat qilyapti, meni erim tashlab ketishi mumkin degan qo'rquvlar meni charchatdi va men ajrashkim kelyapti degan ayollar juda ham ko'p. Eng qizig'i, siz xiyonat qilishi mumkin degan qo'rquvingiz bilan butun umr yashashingiz mumkin yoki u bilan yashamasligingiz mumkin. Eng qizig'i, yashaganingizda siz ajrashgan taqdiringizda ham qayta mana shunday erkakni o'zingizga tortasiz va u yana sizga xiyonat bilan mana shu og'rig'ingizni his qildirishi mumkin. Eng qizig'i, xiyonat va ishonchsizlik insonning munosabatlarini buzadi. Qachonki sizni o'zingizni qalbingizda xiyonat qilinishdan qo'rquvingiz va og'rig'ingiz bo'lsa, nafaqat eringiz, balkim butun olam sizga xiyonat qilayotgan hissini beraveradi. Eng qizig'i, bu bilan ishlamas ekansiz, siz faqat umringiz 70-80 yoshgacha menga kimdir xiyonat qilishi mumkin degan qo'rquv bilan butun umr yashashingiz va bu dunyoda yashamasligingiz mumkin. Agar sizda ham mana shunday muammolar bo'lsa va buni yechimini istasangiz, men sizga ajoyib bepul darslik tayyorlaganman. Izohlarda bir raqamini qoldiring va men sizga bepul darsligimni taqdim etaman.